Aytilla aka to'xtang. Ha? Oyoq kiyingiz qolib ketibdi. Voy. Ey jinni. Maftun, sizga yigiting bormi? Yo'q. Nimaga? Hali kichkinaman-ku. O'zingiz sevgan qizingiz bormi? Hali kichkinasan-a? Biz balkim taqdir uchun kurashga Xullas bugun men yaxshi ko'radigan narsalarni obzor qilamiz. Qani ketdik. Xullas men bu paketda birinchi o'rinda men yaxshi ko'radigan narsa bu hotlanch. Hotlanch jonu dilim. Eng ko'p yeydigan taomim hotlanch. Shuning uchun men hotlanchda juda ham yaxshi. Wow. Oh my God!